Assalomu alaykum hurmatli Koreya ko'mak obunachilari, sog'misiz, salomatmisiz? Bugun Janubiy Koreya davlatining Nonsan shahriga tashrif buyurdik. Bu joyda 1992-yili dunyoga kelgan Atajanov Qobuljon ismli Qozog'iston Respublikasi Sayram qishlog'ining fuqarosi vatandoshimiz shifoxonada 2 kun yotib, mana bugun olamdan o'tdi. Bu vatandoshimiz Janubiy Koreya davlatiga ishlab, halol mehnatini qilish uchun kelgan ekan. Yillar mobaynida Allohning bergan dardi bilan kurashib kelgan. Qand diabeti kasalligi bilan mana shu ko'rib turgan shifoxonada bir necha marotaba davolangan ekan. Lekin Alloh dardni berdi, Alloh kasallikni berdi. Mana bugun bu vatandoshimiz bu dunyoni tark etdi. Mana ko'rib turganingizdek hamma joyiga apparatlarni qo'yishgan, shifokorlar qo'lidan kelgan harakatni hammasini qilishdi, lekin ko'z oldimizda bu vatandoshimizdan ayrilib qoldik. Yaqinlariga, onasiga, opasiga, birodarlari va do'stlariga, barchasiga Koreyadagi musofirlarning nomidan chuqur ta'ziyalik bildiramiz. Oxiratlari obod bo'lsin. Hurmatli bizni kuzatib turgan vatandoshlar, mening mehribonlarim, mana shu vatandoshimizni jasadini Qozog'istonga yuborishlik uchun barchangizni yordamingizga muhtoj bo'lib ekran oldiga chiqdik. Qo'ldan kelganicha barchangiz yordam qilishingizni so'rab qolamiz. Hurmatli obunachilar, mana shu 6 yil bo'ldiki, Janubiy Koreya davlatidagi vatandoshlarimizga yordam qo'limizni cho'zib, 6 yil mobaynida mana shu Koreya davlati olamda o'tganlarni o'z vatanlariga yuborib kelmoqdamiz. Ayni Koreya davlatida shunday insonlarni ko'rdik, karislarni qo'lidagi ishchisi olamdan o'tsa, bu meni ishchim emas deb tashlab ketib qoladi, qochib ketadi, telefonni o'chirib tashlaydi. Lekin bugungi bo'lgan holat meni yuragimni larzaga soldi. Mana bu ekran oldida ko'rib turgan karis fuqarosi. Mana shu marhum ukamiz bilan birga ishlagan, birga nonini bo'lib yegan, birga yurib, qaysi joyda bo'lsa birga ishlagan, halol mehnatini qilgan inson ekan. Bugun mana shu ukaxonimiz bilan oxirgi marta xayrlashayotgan vaqtida ko'zidan to'xtovsiz yoshlar chiqdi. Chet el fuqarosi uchun ko'zidan yoshi chiqqan karisni mana bugun birinchi marta ko'rdim. Bolnitsa to'lovlarida ham ozmuncha yordam ko'rsatdi va mana bu akaxonimiz xalqdan xayriya ihson qilib, mana shu ukaxonimizni jasadini tezroq Qozog'istonga yuborishlikda o'zi ham yordam so'radi. 여러분 안녕하십니까? 저는 카자흐스탄에 살고 있는 카자르의 동료이다 친구입니다. 하지만 카자흐가 안타깝게도 세상을 떠났습니다. 젊은 나이에 힘겹게 한국에 와서 돈을 벌려고 왔지만 안타깝게도 질병을 위해서 병에 걸려 사망을 하였습니다. 하지만 카자르는 어머님 품으로 돌아가기 위해서는, 카자흐스탄을 가기 위해서는 운임비가 필요하답니다. 여기 계시는 사람들도 많이 후원을 하고 있지만 조금은 부족한 그 금액을 여러분들께서 조금은 도와주신다면 정말 감사드리겠습니다. 잘 부탁드립니다. Hurmatli obunachilar, biz sizga borini ko'rsatdik, haqiqatni ko'rsatdik. Qo'lingizdan kelsa ihson qiling, qo'lingizdan kelsa mana shu marhum ukaxonimiz uchun bitta duo qilib qo'ying. Oxiratlari obod bo'lsin.